Bir katta amaldor, sobiq amaldor, judayam katta amaldor bo'lgan ekan. Amalidan tushgandan keyin bir do'stiga savol berib qopti. Qani do'stim menga aytginchi, shu odamni talanti bilan, iste'dodi bilan amalni o'rtasida qanaqadir bir bog'liqlik bormi? Desa o'rtog'i, yo'q debdi. Hech qanaqa bog'liqlik yo'q. Talantli odam u hamma narsada talantli bo'laveradi. Nima ish qilsa ham uddasidan chiqaveradi. Talant bu Xudo beradigan narsa. Xudo yuqtirgan bo'ladi desa. Menda bo'lmasa aksi bo'ldi-yu desa. Nima aksi bo'ldi? Qanaqa qilib desa. Shu amalda o'tirganimda men kim bilan golf o'ynasam hammasini yutardim. Mana amaldan tushgandan keyin постоянно yutqazayapman. Nimaga shunaqa? Javob berchi shu savolga. Desa do'sti jim bo'lib qopti. Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Aytingchi.